Savr taqat. Savr 4 xil ma'noda keladi. Birinchisi, o'zini tutib olish ma'nosidagi savr. Ikkinchisi, saqlash va kutish ma'nosidagi savr. Uchinchisi, qaytarib kelish mumkin bo'lmaydigan qo'ldan berishlarni unutib ketish ma'nosidagi savr. To'rtinchisi, chidam ko'rsatish ma'nosidagi savr. Qur'on Karimdagi وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ya'ni savr qilg'uvchilarga albatta ularning qilgan amaldinmi yaxshiroq savob beramiz degan oyat savr qilg'uvchilarning hammasiga qartilgan umumiy oyatdir. Tövanda savrning turlari tafsiliy bayon qilinadi. Birinchi, o'zini tutib olish ma'nosidagi savr. O'zini tutib olish ma'nosidagi savr ko'ngil, havoyi havasni va gunoh ishlarni qilishga qiziqib tursimi, Alloh taolaning amriga va aqlining nidosiga quloq selib, amal ibodatlarni eng mukammal shaklda davomlashtirish, gunoh ma'siyatlardan o'zini tortish, nafsini boshqarish deganlik bo'lib, mundaq savrning mukofoti alohida cho'ng bo'ladi. Bu xuddi Ramazonda ro'za tutgan musulmon odam kunning o'tdek issiqi va uzun kunlarda ko'ngli muzdek suvni qattiq ishtaha qilib tursimi, nafsini yig'ib, o'zini tutib olib, ko'z oldidagi muzdek suvni ichib rohatlanishdan voz kechganiga, birovning nafsi gunohga qiziqib tursimi, nafsini aqliga bo'ysundirib, gunohdan saqlanganiga o'xshash ishdir. Alloh taolo savr qilg'uvchilar to'g'riliq qiyomat kunida deydi-ki: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Yani bugün men ularga savr qilganliklarining mukofotini berdim. Ular haqiqatan maqsadga erishganlardir. Ikkinchi, saqlash va kutish ma'nosidagi savr. Saqlash va kutish ma'nosidagi savr birər ishning natijasini tezda ko'rishga oldirab, u ishni buzib qo'ymaslik va har narsaning qonuniyatiga bo'ysunib ish ko'rish deganlikdir. Chunki saqlash va kutishlar dunyo qonuniyati va tartibidir. Masalan, yerga urug' selib bo'g'ichila unmaydi. Unsimi hamon hosil bermaydi. Balki unib, o'sib, yetilib, pishqicha kutishga to'g'ri keladi. To'ralmami to'liq inson bo'lishi uchun onaning qo'rsig'ida bir qancha oy turadi. Vaqt dunyodagi har bir harakat va jimliqning kiyimi. Agar biz vaqtdan halqib chidamsizlik qilsak, chidamaslikning o'tida azoblangandan boshqa qonuniyat bo'yicha harakat qiladigan shay'larning mohiyatidan hech narsani o'zgartirmaymiz. O'rikni pishishdan burun qiqavatgan bog'van mo'l hosildan mahrum qolur. Shunga savr qilsang, g'oridan holva bitadi degan hikmat bor. Inson o'zini savr bilan qurollantirib, qiyinchiliklar oldida tamtirab qolmaydigan, manzil yiroq bo'lsa-mu umidsizlanmaydigan, mas'uliyat qanchalik og'ir bo'lsa-mu ustiga elishdan qo'rqmaydigan, irodalik, farosatlik, qiyinchilikdan keyin hamon o'ng'aylikning, qorong'ulikdan keyin yo'riqlikning bo'ldiganligiga ishonadigan umidvorlik, yiroqni ko'rar, tadbirlik bo'lishi lozim. 3. Taqdirga rozi bo'lish ma'nosidagi savr. Qaytarib kelish mumkin bo'lmaydigan qo'ldan berishlarni unutib ketish ma'nosidagi savr. O'lim, yetimga, baloyi ofatga o'xshagan taqdirga rozi bo'lishdan boshqa chorasi bo'lmagan musibatlarga urib o'zini tugashtirmay, unutib ketish orqali hayotini davom qildirish deganlikdir. Shundaqla hayotlik musofasidagi kulfatlarga, o'ngishsizliklarga, kasalliklarga, namratlikqa chidashlik berib, o'zini yo'qotmaslikmi bu turdagi savrlarning qatoriga kiradi. Alloh taolo mundaq qilg'uvchilarni maqtab mundaq degan: "Vabashshiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Yani savr qilg'uvchilarga jannat bilan xush xabar bergan. Ularga biror musibat kelgan chaqda ular: "Biz albatta Allohning egidorchiligidamiz. Cho'qim uning dargohiga qaytamiz" deydi. Ana shular Rabbining mag'firati va rahmatiga erishguchilardir.
Ana shular hidoyat topquchilardir. 4. Chidamliq bo'lish ma'nosidagi sabr. Chidamliq bo'lish ma'nosidagi sabr mushaqqatlarga, o'ngishsizliklarga bo'y egmasdan maqsadga yetish uchun harmay talmay tirishish, chidamliq, qaytmas va irodalik bo'lish deganlik bo'lib, bu xildagi sabrga ega bo'lgan odam hayotida uchragan cho'ng sinoqlar oldida titib bo'lmaydi, gangrab qolmaydi, taqdirdan og'rinmaydi. Aksicha uni Allohning siniqi deb tushunib, qiyinchilikni yengish va sinoqdan o'tish uchun kuch sarf qiladi. Chidamliq bo'lish turmushga adil qaraydigan kishilarning shuari, pishib yetilgan kishilarning turmush mizonidir. Nohaqchilikka sukut qilish savrchanlik emas. Nurg'un kishilar Alloh taolo savob va ko'p ajr berishni va'da qilgan savrchanlikni to'g'ri tushunmay, zulmga, nohaqchilikka va ezilishga rozi bo'lishni savr qilganlik deb o'ylaydi. Alloh taolo mundaq qilg'uchilarni yomon ko'radi. Alam tara ilallazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Yani özleri minglarcha turuqliq, ölümden qo'rqib, yurtlardan qechib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Alloh ularni o'linglar dedi. Ular o'ldi. Ondan keyin ularni tirildirdi. Allah insonlarga haqiqatan marhamatlikdir. Va lekin insonlarning to'lisi shukr qilmaydi. Degan oyatda qissasi bayon qilingan insonlarmi zulmga rozi bo'lib, uningga qarshi chiqishni tark etganligi uchun Alloh taolaning g'azabiga uchirganlar edi.